Assalomu alaykum, hurmatli va qimmatli aziz ishtirokchilar, talabalar. Bugungi mavzuyimiz haydovchini mehnatini tashkil etish, haydovchilik kasbiga munosabatni aniqlash, harakatlanish xavfsizligi va alkogol deb nomlanadi. Darsning shiori bilim bu kuch degani, ya'ni biz bu yerda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini ham keltirganmiz. Tayanch so'zlar va iboralar ham keltirilgan bu yerda. Mavzuni rejasi haydovchini tavsiflovchi ko'rsatkichlar, uning ruhiy holati va biologik imkoniyatlari keltirilgan. Ikkinchida haydovchini tibbiy ko'rikdan o'tkazish, uchinchisi harakatlanish xavfsizligi va alkogol deb nomlanadi. Darsning mavzusining maqsadi ham mavzuga asoslangan holatda tayyorlandi, ya'ni talabalarga haydovchi mehnatini samarali tashkil etishda ish vaqti, ta'til, dam olish huquqiy normalari keltirilgan. Ikkinchisida talabalarga haydovchilarning sog'lig'ini tekshirishda tibbiy ko'rikdan o'tkazishni vaqti, haydovchining ruhiy psixologik holatlari haqida gap ketadi. Keyingisi esa talabalarga alkogolning inson tanasiga ta'siri, alkogolning natijasida transport vositasini boshqarishdagi xavflar haqida gap ketadi. Men doim bir xotirjamman. E'tiborli bo'lishim natijasida yo'l transport hodisasini sodir etmayman. Bu darsimizning shiori hisoblanadi. Birinchi rasmda avtomobil, haydovchi, yo'l, piyoda, muhit tizimi keltirilgan. Bu yerdagi holatda yo'lda qanday amalga oshiriladi, piyoda qanday, haydovchi qanday, muhit qanday, avtomobil qanday, bularning hammasi birinchi rasmda o'z aksini topgan va ta'riflar, izohlar keltirib o'tilgan. Shaxs bu nima? Haydovchi bu shaxs hisoblanadi. U ko'p qurrali inson hisoblanadi. Shaxsni shakllanishida yoki haydovchini shaxs bo'lib shakllanishida temperamentning o'rni juda ham katta. Temperamentning 4 ta turi mavjud, ya'ni xolerik, sangvinik, flegmatik va melanxolik. Bular haqida biz bevosita psixologiya darslaridan ham bizga ma'lum. Endi haydovchi o'zini shofyorlik davomida yoki haydash o'zini staji davomida toliqish, sezgirlik, sergaklik holatlarini doim birinchi o'rinda tutishi kerak bo'ladi. Haydovchini tavsiflovchi ko'rsatkichlar uning ruhiy holati, biologik imkoniyatlaridan kelib chiqadi. O'zbekiston Respublikasida mavjud Mehnat kodeksining 115-moddasiga muvofiq avtokorxonalarda haydovchining ish vaqti haftasiga 40 soatdan, haftada 6 kun ishlaydiganlarga esa 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasi esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim ekanligi aytilib o'tiladi. Yevropa davlatlarida haydovchining 1 kunlik maksimal ish vaqti 9 soat qilib belgilangan. Haydovchilar 6 hafta ishlagandan so'ng 1 hafta dam olishi rejalashtiriladi. Bunda 14 kun mobaynida maksimal ish vaqti 90 soatdan oshmasligi kerak hisoblanadi. To'xtamasdan avtomobilni maksimal boshqarish vaqti esa 4,5 soatni tashkil etadi. Belgilangan ish tartibini kuzatib turadigan nazorat asbobi taxometr deb ataladi. Taxometr yunoncha so'zdan olingan bo'lib, tezlik, metr, ya'ni mashina mexanizmini vallarni aylanish tafsilotasini o'lchaydigan asbob hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining tadqiqotchilarining fikriga ko'ra, oxirgi 25 yil ichida o'tkazilgan yo'l transport hodisalarini o'rganganida nisbiy tavakkalchilik vaziyatidan kelib chiqib 8 soat ishlaganda nisbiy tavakkalchilik 4,5 soatda 131 marta, 10 soatda esa 1,5 marta yo'l harakati sodir etayotganligini aniqlagan. Endi bu 3-rasmda to'xtamasdan haydovchilikni boshqarish davomida yo'l transport hodisasi kelib chiqishi ko'rsatilgan, ya'ni X o'qida soatlar, Y o'qida esa foizlar keltirilgan. O'zbekiston Respublikasida barcha transport vositalari ham boshqarishda A, B, C, D kategoriyadagi haydovchilik guvohnomalari bilan boshqariladi. Yo'l harakatining xavfsizligi bo'yicha haydovchi tezlikni oshirsa 1 ball, qizil chiroqdan o'tib ketsa 3 ball, 1 yilda qoidabuzarlikni jami 12 balldan oshsa avtomobil boshqarish huquqidan mahrum etiladi. Bu bugungi kunda o'zini kuchiga ega bo'ldi. Haydovchilikni o'qitish, guvohnoma berish bugungi kunda barcha joylarda o'zini xizmatini o'tayapti. Ya'ni yil yakuniga qadar barcha viloyat markazlarida, poytaxtda 300 ta, kelgusi yilda 302 ta chorrahada raqamli boshqaruv tizimi o'tkazish haqida prezidentimiz tomonidan yoki akademiya tomonidan buyruqlar berildi. Haydovchini tibbiy ko'rikdan
o'tkazish bu nima degani? Inson axborot qabul qilish xususiyatiga ko'ra ko'rish, sezish, eshitish, mashq, his qilish, teri mashq, tebranish, his sezgi turlari muhim hisoblanadi. Bugungi kunda avtomobilni boshqarayotgan paytimizda albatta ko'z ko'rish qobiliyatimiz yuqori bo'lishi kerak. Ya'ni 85% tashkil etish kerak ekan. Ko'z qarachig'ini o'zgartirmasdan ilg'ash mumkin bo'lgan kenglik ko'rish maydoni deyiladi. Masalan, ko'rish maydoni 90 gradus, 65 gradus, 75 gradus undan yuqorida bo'lishi kerak. Ular yashil, qizil ranglarni qanday qabul qilish ham hammasi bu yerda keltirilgan. Eng o'tkir ko'rish ko'zni 3-4 gradus, yaxshi ko'rish 7-8 gradus, qoniqarli ko'rish 12-14 gradusni tashkil etadi. Endi yaqinni ko'ruvchilarni dilizorskiy haydovchilar deyiladi, uzoqni ko'ruvchini esa dilinizorskiy haydovchilar deyiladi. Bular hammasi kategoriyalar asosida bu yerda keltirib o'tilgan. Barcha transport vositalarini haydovchilar boshqarishi 2006-yil 6-iyuldagi 300 sonli buyruqqa asosan amalga oshirilgan. Endi birinchi jadvalda transport vositalarini boshqarishda tibbiy ko'rikdan o'tkazish bugungi kunda 3 yilda bir marta, 2 yilda bir marta, 1 yilda bir marta bu haydovchilarning stajirovkasiga qarab yoki yoshiga qarab, ular imkoniyatiga qarab belgilab beriladi. Harakatlanish xavfsizligi va alkogol deganda, alkogol bu aniqlash bo'yicha Norvegiya davlatlari barcha davlatlardan birinchi o'rinlarda turib, promil deb o'lchovchi chegaraviy qiymatlarni kiritadi. Bugungi kunda alkogol ta'siri natijasida haydovchilikni amalga oshirishni bir qancha qarorlar qabul qilingan. Bu ikkinchi jadvalda esa alkogolni haydovchi qonidagi miqdori ko'rsatkichlari aniqlangan. Bunda yo'l transport hodisalarini amalga oshirishi, o'lim xavflari hammasi bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Ingliz mutaxassislarining fikriga ko'ra, asablarni zo'riqishi bilan ishlashi, shuningdek oshqozon ichak kasalliklarining tez uchrashi ham mana shu alkogol natijasida kelib chiqishi aytib o'tilgan. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.